Karbonadoning eng yoshi katta mijozi. Karbonadoning eng yoshi katta mijozi 80 yoshdalar. Bu onaxon har oy salonimizga kelib, o'zlarining parvarishlarini qiladilar. Bir marta men kirib so'raganman, "Voy, muncha ham chiroyli bo'lib ketibsiz. Qayerga ketyapsiz endi bugun chiroyli bo'lib?" desam, "Cholimni oldiga" deyaptilar-da. Keyin men hayron bo'ldim deb, "Voy, qanday yaxshi sizni yoshingizda shunaqa xo'jayinning oldiga chiroyli bo'lib borish bizga ham nasib qilsin" deb havasim kelib, ular bilan gaplashib tursam, ular mozor boshiga ketayotgan ekanlar-da. Turmush o'rtoqlari o'tib ketganlar-da oradan-da. Hattoki shu mozor boshiga ham o'zlarini parvarishlangan chiroyli holatda borar ekanlar-da har safarda. Lekin atrofimizda shunaqa ayollar borki, turmush o'rtoqlari tirik, yosh, lekin shu turmush o'rtoqlarini oldiga ham ayollarimiz qanaqadir o'zlariga qarab kutib olishni odat qilishmagan. Endi ularda shunaqa obraz жизни bo'lib ketganda, ruschasiga aytganda obraz жизни bo'lib ketgan, lekin meni bitta narsa juda ham o'ylantiradi. Ko'p ayollarimiz ba'zilar endi ro'moldaman, nimaga kerak deyshadi. Ba'zi ayollarimiz endi turmushga chiqib bo'lganman, nimaga kerak deyshadi-da, turmush o'rtoqlariga chiroyli bo'lib ko'rinishi, chiroyli kutib olishi oxirgi o'ringa qo'yib qo'yishadi. Men o'ylayman, bu narsa noto'g'ri. Ayollarimiz har doim o'zlariga qarab, chiroyli holatda turmush o'rtoqlarini kutib olishlari kerak. Agarda sizlar ham meni fikrimga qo'shilsanglar, bu videoni ayolingizga yuborib qo'yinglar.